Huquq gazetasining 14-iyundagi sonida xabar berilishicha, Samarqandda sun'iy abort yo'li bilan tug'ilgan chaqaloqlar savdosi bilan shug'ullangan NS boshqaruvidagi tug'ruqxona aniqlangan, deb yozmoqda UzNews. Shifoxona boshqaruv xodimlari tirik tug'ilgan chaqaloqlarni soxta hujjat bilan 500 AQSh dollaridan 2000 AQSh dollarigacha bo'lgan miqdorda farzandsiz oilalarga pullashgan. Sotilmay qolgan go'daklar qarovsiz qoldirilib, nobud qilingan. Kichkintoylarning jonsiz tanalari esa tibbiy chiqindilarni yoqishga mo'ljallangan mufel pechida yoqib yuborilgan. Mazkur holat bo'yicha viloyat prokuraturasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining bir qancha moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Joriy yilning fevral oyi oxirida jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyati sudining binosida shifoxona ma'muriyati hamda xodimlarga hukm o'qilib, shifoxonaning bosh shifokori NS 13 yil 2 oyga ozodlikdan mahrum etilgan. Bundan tashqari, ozodlikdan mahrum etilish ko'rinishidagi jazo tug'ruqxonaning boshqa xodimlariga nisbatan ham qo'llanilgan.